Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa Rishtondagi santexnik montaj ishlarini tugatdik. Bu tupikovoy sistema bo'ldi. Devorni qo'yib qilingan. Spaniga ham 120 lik radiator o'rnatilgan. Sanuzel 80 lik qo'yilgan bu yerga. Spani 120 lik qo'yilgan. Xona ham xuddi shunaqa. Spani. Yana bir spaniga dalislik ekan. 50 ga 120 lik panelli radiator qo'yilgan. Yurak elektrlarni tayyorlab qo'ydik, 3 ga bo'ldik. Kat yo'lini bir oydan keyin Xudo xolasa qo'yib ketiladi. Kat yo'lga tayyor. Suvlarda prisovka qilib qo'yganmiz. 2 da Xudo xolasa davlinalari. Xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qila olasizlar.